Dapenci yem çomifini bırakla ilgimiz kelgende bunu ayrım qilishni hojat yo'qmi tuqqanlar. Mana ma'lumdek dapenci çomifini qilib yesanlar buludu. Qilish usulimi nayt oddiy bo'lib, bir qatim ko'rsangiz chuqur bugunalaysiz, ham tugunish boshlayli ketdik. Avval qozonga suv quyib, chomifini chupini sag'andan keyin 10 minut atrofida qaynatib pishirib olamiz. İşletkinim bolsa cho'ng ustamniki tetisqosi va cho'pi birga chiqadigan chomifin qiyomi. Qozonga bir chumuch may quyib, bir qush qatrabida aqshi kesilib, suratdagidek mana shunday bir yo'nalishga to'xtamay qo'ysak, ko'pikchi paydo bo'ladi. Andan to'q go'shimizni salib, bir nechini qovurib, to'q go'shiga rang kirgizib olamiz. Zanjil va achchig'i yo'q oldin sug'uchilib shenjonni salib, yana davomli 7-8 ni aralashtirib qovurib, bizlik piroqini chiqarib olib, cho'ng ustamning dapanchi tetisqosidan bir xalt salib, davomli qovurib, tetisqoning rangi va ta'mini to'liq chiqarib olibla. Yong'yon salib, buni uzoq qormaymiz, tuqqanlar faqat bir nechini aralashtirib qo'yayotgandan keyin ustiga bir qatimda muvofiq miqdorda suv quyib olgandan keyin bir qo'sh atrofida chomifin tetisqos salib, tuvoq yepib 20 minut atrofida pishirib olib, abaya tayaq qo'ygan mifin, ko'k qizilloza, so'ng piyoz, samsoqlarni silib, asti ustini bir aralashtirib yetib, yana taxminan 5 minut atrofida pishirib olamiz. Arqadan muvofiq miqdorda tuz va tayaqlab olgan yubasani silib, bir qaynatibla to'g'rab tayaqib qo'ygan nonning ustiga elibla iste'mol qilsak bo'ladi. Qilish usuli mana shunchalik oddiy bo'lib, oilada qilishga alomat mas kelib tuqqanlar. Hamsi oxir tayyorlagan mazmunim yargan bo'lsa, haqsiz bo'lgan yuragimni birini besib qo'llab qo'ysanglar rahmat.